Assalomu alaykum aziz obunachilarimiz. Bizda bugun Isuzu MPR 82L furgonimiz CNG 26-yil. Xabaringiz bor, kuzovlarimiz kattaroq bo'lib chiqyapti. Bu kuzovimiz ham anchagina katta bo'lgan. Uzunligi 5.10, balandligi 225, eni 220. Bu ichkaridan o'lchanganligi. Kubga hisoblasak 25 kub. Orqasida mana shunaqa 3 ta dvigatellari bo'lgan. Avval 2 ta edi. Dugasi sal ichkariroq kirgan. Qo'yish texniki o'sha balon Bristol 17.5 ga 150 talik 2 ta gaz balon. Motorimiz o'sha 136 kuchli CNG. Bakovoy oynalarimiz qizdiradi, tepasida elektroviklari bo'ladi. Sentr zamok, siklopodъемный elektrический, сиденье rul regulirovka bo'ladi, konditsioner bor, bakovoy oynalari regulirovka bo'ladi, knopka bilan. 3 kishilik o'rindiq. Narxi 699 million so'm. Kimga shunaqa avtomobillarimiz kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga murojaat qiling.